Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Men Amerikaning Los Anjelesda yashaydigan Erkin Sidiq. Bugun 2026 yili 5-yilning 30-kuni shanba. 2 haftada bir qatim qildigan naq maydon videoni hozir boshlayman. Oldi bilan hammanglarniki Qurbon hayitiga muborak bo'lsin. 3 kun oldida bizniki muborak Qurbon hayitimiz bo'ldi. Ehtimol ko'pincha qarindoshlarniki ko'ngli men bilan o'xshash deb o'ylayman. Hozir bu bayram bo'lgan vaqtida bizniki ko'nglimiz normalniki vaqtidan ko'p parishon bo'lgan bo'lib ketdi. Shaxsan meniki shundoq, boshqa yo'ldoshlar, boshqa qarindoshlarniki shundoq deb o'ylayman. Shundoq bo'lsa-mu, mushtoq kunlarni imkon bor xo'shal-xuram o'tkazishga tirishyapmiz hammamiz. Biz Los Angeles rayonidagi Uyg'urlarni shundoq degan bir dala yig'ilishi bor. Shu yetini tabriklab imkon bor xo'shal o'tkazishga tirishyapmiz. Sizlarga oldindan bugun jami 5 cho'ng mazmun bor. Buni boshlashdan burun bir ishni deb qo'yay. Kelar qatimliq videoning vaqti 6-oyning 13-kuni bo'ldi, 2 haftadan keyin. Men o'chaqda safarda bo'lib qolman. Ashta bo'lgan uchun u videoni qilolmayman. Qilolmay kelar qatimliqni o'tkazib o'tib, undan keyin yana normalni davomlashtiraman. Shunaqda keyin qatimliq video 6-oyning 27-kuni bo'ladi. 6-oyning 13-kuni saqlab qolmanglar, buni bir deb qo'ydim. Xudoyim bursa safarlarni qaytib kelgandan keyin yangiliklarni sizlarga to'liq yetkazishga tirishaman. Bugun to'xtalgan birinchi mazmun yangilangan Uyg'ur Project Fondi va chet eldagi Uyg'urlar haqida. O'tganki videoni ishlab bugunga qadar bo'lgan 2 hafta vaqt ichida Uyg'ur Project Fondiga yana 4 nafar qarindoshimiz pul iyoni qildi. Uniki eng az yana $10, eng ko'pi $370. Bo'libmi bularning ichida shu Amerika qit'asida yashaydigan bir Uyg'ur oilasi har yili shu qurbonlikqa atab, qurboniyatiga atab yiqqan pulini Uyg'ur Project Fondiga iyoni qilyotdi. Bu yilmi shunday qildi. Nihoyatda ta'sirlik. Men har qatimda falan ko'rsam bak ta'sirlanaman. Biz hozir irqiy qirg'inchilik ichida yashayotgan bir millat. Mushunaq bir millatning a'zosi uchun o'ziniki mushunaq yeyitliq qurbonlikqa yiqqan pulini Uyg'ur Project Fondi orqali millatga xizmat qildirish bu nihoyatda isil xislat. Qanchalik ko'ylsakmi arziydigan. Shunga men bu bir oila qarindoshimizga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Qolgan qarindoshlarimiz shu pul yana qilayotganlar izchil qilib kelyotdi. Her ayda degidek. Qolgan 3 qarindoshlarimiz shunday qarindoshlar endi. Andan keyin biz yaqinda Uyg'urlar degan tor jurnalniki yana 3 sonini to'g'ri chiqardik. Oldingi 2 haftaning ichida 72, 73 va 74 sonlari. Burun vaqtida chiqarish ulgurmagan sonlar. Bundan foydalaninglar. Men burun deganimdek bu jurnaldagi mazmunlar vaqtlardan ko'ndirib qolgan mazmun emas. Uniki vaqt xarakteri kuchli emas. Undan boshqa har bir jurnalda shu jurnalni tayyorlagan oydagi Uyg'urlarga oid yangi mazmunlarni xulosalab boshlayapmiz. Bu bir tarix qilib qolsin. 2025-2026 yillari dunyoda Uyg'ur bilan munosabatli qanday ishlar yuz bergan ekan, shuning xulosasi. Ashliq mazmun bor. Boshqa chunqur mazmunlardan boshqa. Shunga bundan to'liq foydalaninglar. Andan keyin o'tganda o'yinish ichida ilgirlash degan maqola haqida ozroq gap qilgandim. Biroz kam bo'lib qoldi, ba'zi qarindoshlar sal gangrab qoldi bu to'g'riliq. O'yinish ichida ilgirlash degan bu bir uzun maqola. 1988 yili vatanda e'lon qilingan. Buniki ikki yozuvchisi bor. Uni birisi Mitch Chaybi degan kishi, bu odam Mo'ng'ul Ana uning ayoli Lolulu degan xonim ikkisi tayyorlagan maqola o'yinish ichida ilgirlashdi. Ayni vaqtda Uyg'ur jamiyatida bo'layotgan yangiliklar, yangi ilgirlashlar shuni asosiy mazmun qilib, undan keyin uningda Abdushukur Mamtimin muallim bilan meni ziyorat qilgan bu muxbirlar qayta suhbat o'tkazib, tayyorlagan bu maqolani. Shunga bir qism mazmun men bilan munosabatli endi.
Shu 1988 yil e'lon qilinib, keyingi bir qancha yil bu maqola Uyg'ur jamiyatida nihoyatda cho'ng, kuchli ta'sir qo'zg'agan. Shunga shu vaqtning o'zida oliy maktablarda o'qiyotgan Uyg'urlarniki hammasi degandek biladi bu ishni. Bu maqolani ishini. Shu o'tganda men maqola to'g'ri ozroq eskartish berib qo'ygan. Maqolaning oxirgi ko'rinishi shunday qandi. Shunga buni yana qisqacha to'g'rilab qo'ydim. Meniki ma'rifat.com degan bir tor betim bor. Bu uzun yillar bo'lib ketdi bu mandirayotqili. Ayni vaqtda vatandagi Uyg'ur yoshlarga chet elda o'qishda yordam qilish uchun qurilgan tor beti. Mush tor betida mush maqolaning asli nusxasi bor. 1988 yil maqola Tarim jurnalida e'lon qilingandan keyin ba'zi Uyg'ur yoshlari buni tor betlariga chiqarib qo'yibdi ekan, men shu tushirib olgan. Hatta bu boshqa asli nusxasi ma'rifat.com tor betida bor. Hozir bir qancha kitoblarga kirgizilibdi bu maqola. O'tgan qatamliq videoda tushundirdim. Lekin unda mazmunlar biroz o'zgartirilibdi. Bo'libmi 2004 yildan birisi, yana birisi 2016 yilda nashr qilingan kitoblarda bor ekan. Mazmunini o'zgartirilibdi. Ma'rifat tor betidagi mazmun aslidagi nusxasi. Yaqinda chet eldagi Uyg'urlarning hayotida bo'lgan bir ish, Sharq Turkiston futbolchilar birlashmasi Mo'ng'ol va Tibetniki futbolchilar komandasi bilan birlikda bir musobaqani boshladi. Musobaqa 28 kundan 31 kunigacha davom qiladi ekan. 28-sida Manhattandagi, New Yorkniki Manhattandagi Island Park degan bog'chada bu musobaqaniki ochilish murosimi bo'ldi. Bu murosima nihoyatda ta'sirli bo'ldi. Men ko'rdim. Uyg'ur yoshlari masalan, maniki bir ta'sirli yeri nima desanglar, ma videoniki. Bu nima ma yoshlar bir bir lozunga ko'tarib olibdi. Lozungdagi mazmuni intayin isil mazmun bor ekan. Nima deydi desanglar, Xitoy bir millatni yo'qotmaydi. Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni to'xtat. Bu cho'ng lozunka. Mana lozunkaga yozilgan xat shundoq. Qolgan boshqa Mo'ng'ol Tibetlarning bunday narsa yo'q. Faqat Uyg'urlar ham mana narsani ko'taribdi. Nihoyatda ta'sirli. Ondan keyin yana bir narsani ko'rsatib qo'yay. Shu qatimli musobaqa uchun tayyorlangan tashviqot varig'i mandar ekan. Buni bir ko'rsatib qo'yay dedim. Bugun Uyg'urlar bilan Mo'ng'ollar, undan keyin Mo'ng'ollar bilan Tibetliklar bo'lgan kashta musobaqaga tushdi ekan 30-sida. Shu bu musobaqa davomlashyapti. Hozircha bundan ortiq natijasini bilmayman men. Hozircha buni ahvollarim shunchalik. Ondan keyin o'tgan qatimli video deganimdek, kelar shanba kuni, bugundan bir hafta keyin, kelar shanba kuni Istanbulda Abdulla Talib tug'ilganligining 100 yilligini xotirlash faoliyati bo'ladi. Adib, shoir, yozuvchi, pedagog Abdulla Talibniki. İstanbulda turayotgan yoki o'sha yerga berib qolgan qarindoshlar imkon bor, berib qatnashinglar. Buniki ahamiyati bek zo'r. Endi bugun so'zlaydigan ikkinchi mazmun vatan haqida. Yaqinda bo'lgan bir ish, men bu Facebook'imga chiqarib qo'ydim. İli Chaqchaq so'rinlariniki sarkisi, ko'p qirliq san'atkor, Xo'shpil qarindishimiz Farhod Xo'jaahmad 5-ayning 24 kuni o'tganki yashamu kuni
vafot bo'ldi, vafot bo'libdi Urumchida. Men bir yerda ko'rdim, yeshini izlab topolmadim. Bir yerda ko'rdim 59 yoshgan deb. Boshqa yerlarda yeshi chiqmadi, ammo shunday yoshgan, shu 60 yoshga bormagan. Meniki tashriq qilishning natijasi shu. Navbatda yoshdan tugab ketdi, yurak kasali bilan Urumchida davolash yuz bermay. Ondan keyin bu qarindoshimiz to'g'riliq bir inimiz video ishlab ekan. Naqshchi san'atkorimiz Ferhat G'ujatov aka yurak kasali sababidan bugun tushdan keyin Urumchi shahrida bizdan mangulik ayrildi. U tubugun yurak kasali bo'lgani sababi bilan Urumchi shahriga yetkazilib jiddiy uzilgan bo'lsa-mu, ammo davolash o'lim bermay bugun 2026-yili 5-ayning 24-kuni tushdan keyin olamdan o'tdi. Do'stlar, Alkuyning bu mazmuni asli bugun bizning planimiz. Buni shuncha deb qo'yay. Andan keyin yo'qdi. Bu xabar tarqalib yaqinqi vatanda chiqqan videolar shu qurvoyitidan burun 10 kundak 10 necha kunning mobaynida Urumchida Uyg'urlarniki do'konlarga kelib mol oladigan odamlar qolmabdi. Bu to'g'riliq xili ko'p videolar chiqib ketdi. Sebebini kim buldu? Ma avval film Qurbayeti zaten neymiş oldu? Sebebini kim buldu? Ma avval filmni ko'rmoq ne? Mana 15 yildan yog'im ko'rilmagancha ko'rlatizman. Ko'rsam bo'ldi, erta 7-26 chisla bozorda edem deydigan narsa yo'q. Qanday olib ketdi bu ishlar? Yozdiq molni do'kon to'shaqsi deb aytib bozorni yaxshiroq qilamiz desak, xaridorlar yo'q mana. Ko'rsam bo'ldi. Aqo'shqa. Sizlar qandayroq qilasizlar bozorni? Bu to'g'riliq bir qancha videolar chiqib ketdi. Men bir şeygi çür. Yıltık malaka yenge, olab ketdim. 50-60 milyon malakalab, yetibsiz 20-30 milyon sot qılanmay, malın pulun 20 çıqıranmay, mana o'ldirib ketdik mana. Abaza ahvoli mana, bir adam yo'q. Yana qanchalarmışlar bo'lavatizlar. Nemish qilamiz, canlı qanday boqamiz endi. O'zimizni boqamatimiz mana. Bir şeygi çür. Anadan keyin meniki anlagan xabarimga qaragan chog'da bu yil Qurvoyitida Xitoy hukumati Uyg'urlarni yet o'tkazinglar, namozga beringlar deb ashtahmi qilibdi. Ba'zi yerlardagi masjidlarni ichib yetibdi. Lekin Uyg'urlar intan qo'rqib ketganligi uchun masjidga boradiganlar asosan yo'q deydi. Undan keyin Qurvoyitidan burun do'konga borganlarning ahvolini hozir ko'rgandek. Do'konda odam yo'q. Ashtah bir holat bo'lib ketibdi. Sizlarga yana bir necha narsalarni bir yerdagi qurbon aytliq murosim ekan. Sizlarni ozoq ko'rsatib qo'yay sizlarga. Murasimida Xitoyniki bayrog'ini chiqarish bo'libdi. Undan keyin Xitoyniki davlat marshini qo'yib turibdi. Undan keyin yana bir Xitoycha inqilobiy naqshdan birini qo'yib turibdi. Bu qurbon yetliq murasim mushtaq o'tkazilibdi. Undan keyin qurbon yeti munosabati bilan bir yig'ilish bo'libdi bir yerda. Shuniki videosi keldi. Jinshujayın 4-chi qarorniki a'zo Mana qo'shillar esil yet qildi mana. Yig'ilib ketdi qo'shillar. Qog'alam chiqingizlar.
Ama göçler çıkette, hoşla göç pişkallar çıksa buldu. Cemaatini yığıldı mı? Manga bo'lgan ta'siri Uyg'urlar rasmiy qo'ydek yugashlanib ketibdi. Nimdisida shuni qildigan men burun sizlarga bu to'g'ri gapirgandim. Xitoyning maqsadi shuki, 3dan 1 qismini so'lab, 3dan 1 qismini o'ldirib, qolgan 3dan 1 qismini nupsini automaton deydi inglizcha. Mashina adam buyruq bilan ish qiladigan, boshqa hech qanday qarshi ko'rsatish iqtidori yo'q. Ashtaq insonlarga aylantirib o'tmoqchi, o'tir davrining insonlarga o'xshash degandim. Xitoyniki plan shuki. Hozir ham shu plan asosan amalga oshib bo'libdi. Uyg'urlar meniki o'nlagan xabarlarimda vatanga berib ko'p kelganlarning deyishicha, hozir endi mush kunga 50 mollar deb kunibdi deydi. Biz mishtaq boshqariladigan millat, ikkinchi darajalik insonlar. Xitoy nindisi shuni qiladigan, ashtaq yashaydigan millat deb ashtaq bir ishni qabul qilibdi hozir degan gaplarni angladim. Naiti echinishliq, ammo hozir reallik shu. Xitoyning asli plani shuki. Endi bugun so'ragan 3-chi mazmun dunyo haqida, uning birisi Iran. Iranning ish to'g'riliq Irandan hozir odam o'ldigan bo'lib ketdi. Sizlar mashta bo'lgan bo'lishinglar mumkin. Naiti jiq suzilib ketdi bu ish. Amerikadagi Trump yo Rubio bular naiti umidvor gaplarni deydi davomli. Biz hozir bir kelishim tuzishga oz qoldik. Necha kunlik qolib qoldi, necha soat qolib qoldi degandek. Lekin Iran tarafdan kelgan xabar butunlay Amerikaniki deganiga qarama-qarshi bo'libmi, kelishimniki mazmuni asosan Amerika bilan o'xshashlik tarafi asosan yo'q yoki qarama-qarshi chiqyotdi. Zodi bu ishniki zodi nadan nagacha bir narsa demak baktas. Hozir tunugilardan bo'lgan bir yangilik Amerika bilan Iran 60 kun urush to'xtatadiganga kelishdi. 60 kun urush to'xtatib, undan keyin Hormuz bo'g'izini hamma farqlar uchun echib etish. Uning uchun kira qilmaslik, rasmiyat haqi bo'lmaslik, uni Amerika kontrol qilmaslik, Iron kontrol qilmaslik, 60 kun urush to'xtatadiganga mashtarak kelishdi deb shu gaplar o'tirib chiqdi. Hozir farqlar endi erkin mang'allaydigan bo'lgandek qiladi. Undan keyin yana ba'zi o'zgarishlar bo'lib ketdi deydi. Hozir qanday o'zgarish bo'lib ketdi uqmadim. Ishqilib Amerikaniki Irondan shu 60 kun ichida Hormuz bo'g'izidagi suv osti bombalar bularni tozalash, uning talab qilganligini anladim. Amerika o'zimi ko'pincha o'zi tozalab bo'libdi. Yana bir qismini Irondan talab qilayotgan o'xshaydi sizlar tozalanlar deb. Taxir necha kunning oldida İran'dakining ikki parxuti shu Hormuz bo'g'oziga suv osti bombalarni qo'yg'il turibdi ekan. Buni Amerika bayqab qilib portlatib uni. Undan keyin shu Hormuz bo'g'ozidagi dengiz qirg'ida Iran yana drone atadigan, uçuşsuz aeroplan atadigan qurilmalarni yasab etibdi ekan. Uni bayqab qilib u yerni portlatdi 2-3 kun oldida dedi. Bunday ishlar yana bo'lyotdi. Hozir endi Amerika İran maaşlarga qo'shildi deb nihoyat chiroyli bir 5-6 moddalik bir narsalar bor Amerikaning. Lekin İran uning hammasini inkor qilyotdi. Shunga shaxsan men biroz zerikdim bu ishlardan. Bunga agishib o'g'lim bo'lmay ekan, zodi kimning ras nadan nagicha degan. Shu hozir ahvol shunaqroq. Endi keyingi ahvolni biroz kuzatsak bo'ladi. Amerikaniki aslidagi maqsadi İranniki yadro bomba iqtidorini yo'q qilib etish endi. Bununla İran yaqin kelmayotdi. Mening bilishimcha, ashta qilib bu tashlar ketyotdi hozir. Shu yangidan bo'lgan ish, tunugi bo'lgan ish, Amerika bilan İran 60 kun urush to'xtatib, bir qism ishlarni hal qilish, bir qism kelishimlar ustida xizmat ishlash, ashta bir narsani boshladi hozir. Andan keyin Rusya Ukraina urushi haqida. Hozir Ukraina niki Rossiyaga drone orqali zarba berish iqtidori bak kuchayib ketdi. Ukraina kuniga 10 ming drone ishlab chiqara olar ekan hozir. Ashun bilan shu drone orqali Rossiyaniki tanka, zambirak, mashina,
askar taşıydigan, aşağı nesliga taqabul turadigan, ondan keyin Rossiyaniki harbiy bazalari, neft bazalari shularni portlatadigan hujjatlarda yaqinda bek kuchib ketdi. Buningga Putin biroz chidamay qoldi. Chidamay necha kun, 2 kunning oldida Kiyev degan poytaxtiga, Ukrainanikiga intan cho'ng ko'lamda hujum qildi yana Rossiya. Bo'libmi buning ichida ovoz to'lqindimi tez mangadigan Oreshnik degan boshqariladigan bombalarni etib boshqa qildi. Bu Ukrainaniki dronlari odatdagi dron yoki odatdagiroq bombalar bo'lsa to'salaydi ekan dron orqali, lekin mana bu ovoz to'lqindimi tez mangadigan Oreshnik degan boshqariladigan bombani to'samaydi ekan. Shunga 2 kun oldida Ukraina Amerikadan yordam so'radi. Shu boshqariladigan bombani to'sadigan qurollarni bersanglar deb. Mening bilishimcha Amerika bermadi buni. Nima qilsa hozir Amerika o'zini urushning ichida bo'lgan ekan Iron bilan. Hozircha harbiy qurol-yarog' o'q-dora qislig'i bor Amerikadami. Ashta boshqa Ironniki nima? Ukrainaniki ma talviga Amerika anchak ovoz qo'shib ketmaydi deb tushundim men. Ashta qilib hozir nima yaqinda Rossiyaniki yangidan yerlarni egallash iqtidori asosan yo'q, unda ishlar bo'lmaydi asosan. Burunqi egallagan yerlardan qo'rqyotdi. Ukraina bir qism yerlarni qaytirib olib, hozir ataqa qilib ketyotdi. Ukraina biroz ustunlikda nimaga Rossiyaga qaragan chog'da. Yaqinki xalqaro ba'zi organlarniki deklaratsiya qilishicha shu 2022-yildan buyangi Ukraina Rossiya urushida Rossiya askarlaridan 500 mingdan jiqadam o'libdi. 500 ming, yarım milyon adam o'lib bo'libdi hozir. Ash nasl o'tirib chiqdi. Hozir hozir har oyda o'tgan Rus askarlarining soni 15 mingdan 20 minggacha bor ekan hozir. Endi ko'p sonda askarlar o'lib turibdi. Yaqinda Rossiya Romaniyaga hujum qildi, azroqcha hujum qilganda buningga nisbatan NATO biroz jiddiylashddi. Romaniya NATO'niki a'zosi bo'lg'achqa Rossiya endi bu urushni kengaytib NATO'ga kengaytami degan biroz andish o'tirib chiqdi. Lekin hozir o'zimizga ahvoldan qaragan chog'da Putinning ahvoli yaxshi emas. Sizlar videosini ko'rdinglarmiki, yaqinda Xitoyga borgan chog'dagi videosini. Putin normal odamdek mangmaydi ekan hozir. Sal qing'ir bir Putin so'raroq mangadi ekan. Shunga qaragan chog'da salomatligim yaxshi emas. Ro'y jihatimi hozir kishilarniki tahlil qilishicha, hozir ro'y jihatimi intayin nayti past bir xil ahvolda deydi, ichinchi bir ahvolda deydi Putinni. Endi Xitoyning ishida yaqinda boshqa yangi xabarlar ancha chiqmadi. Yaqinda chiqqan bir narsa Xitoylarniki texnologiya shirkatlari kirimi yaxshi emas. Ular bir qism iqtisodiy dekretlarni e'lon qildi ekan, bu jihatga hozir texnologiya shirkatlariniki kirim tepish ahvoli intayin nachar. Mush narsa o'tirib chiqdi. Ondan keyin Yevropa Xitoy bilan savdo urushi qilishga savdo urush qilish tarafga ketyotdi, shu tarafga yiqilishib ketyotdi. Hozir Yevropa Xitoydan norozi. Mush dahiynlar bor, undan bilak yaqin ko'p yeniqlar chiqmaydi Xitoy to'g'riliq. Biroz jim Xitoylarning ahvoli. O'tganki Amerika Xitoy rahbarlariniki ko'rishishi, Trump bilan Xi Jinpingning ko'rishishi bundan hech qanday natija chiqmaydi. Bularni o'qislar o'tganimda degandim. Bu kurish bo'lib bo'lgandan keyin hech qanday bir yenilik yo'q bu sohada. Endi degan to'xtaladigan 5-mazmun sizlarga 5-mazmun hozir NASA'niki oyda bir inson bazasi qurish ishlari yaqinda kuchayib ketyotdi. Bu jihatda orqa-orqadan yangi narsalar chiqib bordi. Men sizlarga hozir ko'rsatib qo'yay buni. Masalan, shu oyda qurilmoqchi bo'lgan bazaniki ko'rinishlari bu Xitoy kishilar hozir buni faraz qilib sizib ketib bordi orqa-orqadan.
ayda mаңдыған машина, ayda uçadigan ba'zi narsalar degandek. Undaq narsalarni yasilib, shu ishlar bo'lib ketib bordi yaqinda. Mana bu ayda mаңдыgan mashina ekan. Aydaki bazı qurilgandan keyin. Mushta ishlar chiqib ketdi. Hozir bu to'liq narsalarni ko'rsizlar. Mana bu yana bir ko'rinish aydaki ayda qurilgan bazaniki. Hozirgi bu ayda bazı qurish plani NASA'niki bundaqkan bu yil 2026-yili birinchi bosqichda mashina orqali bir qism asosini silish ishlari bo'ldi ekan. Bu jadek ishlar bu yil kuzda rasmiy boshlandi ekan. Ayga bir qism uskunlarni chiqib shu bazı qurishni boshlaydi ekan bu yil kuzda. Andan kelar yil ayga odam chiqadi ekan. Shu bazı qurdigan bilan munosabatli odamlar ayga chiqarildi ekan. Buni SpaceX'niki Starship HLS degan raketasi alam ushqiruvlarni chiqadi ekan u yerga 2027-yili. 2028-yili 2028-yili ayga tunji qatimliq ay bazasındaki xodimlari chiqarildi ayga. 2027-yildagi berib qaytib keldiganlar, 2028-yildagisi berib ashada turdiganlar. Ashada odamlarni chiqardi ekan. Andan keyin 2029-2032-yili ayga bazı qurish ishi ikkinchi bosqichga ko'tarilib, andan keyin bir qism odamlarni shu yerda muqim turdigan, yerlashtiradigan ishlar bo'ldi ekan. 2029-yildan 32-yilgacha. Andan keyin 32-yildan 36-yilgacha bu yerda turadigan odamlarning sonini ko'paytirib, ashada bir kishining bir jamoat narsani barpo qildi ekan endi. NASA'ning plani shu. Men bu narsada bu videodan burun NASA'dan boshqa yana kimlar qilyotdi bu ishni? Ayga odam chiqaramiz, o'sha punkt quramiz degan ishlarni. Shularni bir tekshirib boqay degandim, uni unutib qoldim, o'rganmay qoldim. Hozir esimga kelyapti. Andan keyin yaqinda bo'lgan yana bir ish 28-da kech soat 9'da New York vaqti Blue Origin degan shirkatniki bir raketasi uchishning oldida sinab qilayotgan vaqtida portlab ketdi. Mana videosini ko'rsatib qo'yay sizlarga. Bu raketaniki çoğunluğu 32 qavat binodek ekan. 32 stories deydi. Andan keyin u 7 tondan 35 tongachilik yuk ko'tarib chiqa oladi ekan osmonga. Shuni sinab qilayotganda osmonga chiqqan osmonga chiqirdigan karvatdak yerda sinab qilayotgan chog'da portlab ketibdi. Nima Blue Origin degan shirkat SpaceX'ga o'xshab ketadigan shirkat. SpaceX bilan raqobatlashadi. Men sizlarga burun ozroq deb bergandim. Buniki qurg'uvchisi Jeff Bezos degan kishi Amazon shirkatining qurg'uvchisi shu. Dastlabda Amazon shirkatini qurib, muvaffaqiyat qilib, pul tepib, bu pul bilan 2000-yili Blue Origin'ni qurgan. Hozir SpaceX bilan Blue Origin har ikkisiniki olam bo'shlig'iga shahar qurib 1 million odamni shu yerda yashaydigan qilish plani bor. Bu sohaning ishlari shu keyingi 10 yil ichida boshlanmoqchi. Raketami shularning tayyorlig'i. Nima qilsanglar 7 tondan 35 tongacha yuk ko'tarib chiqa oladigan raketa. Raketasi portlab ketib qoldi. Nima bu Blue Origin'niki tunji qatimliq raketasi o'tgan yil 1-oyda osmonga chiqarildi ekan.
qaytib keladigan raketa SpaceX'niki o'xshash. Bu qadimkisi 4-chi raketa ekan, o'sha osmonga chiqarmoqchi bo'lgan. Aslida bu raketada Amazonniki internet uchun ishlatadigan sun'iy amirasidan 48 ni chiqish plani bor ekan. Lekin bu portlab ketgan vaqtida texi sun'iy amiralarni qachilamabdi ekan, bosmabdi ekan bu raketaga. Basmay turib sinab qanchada portlab ketdi mana bu portlash bek cho'ng bo'lib ketdi. Florida shtatidagi bir alam bo'shliq bazasida bo'lgan ish bu. Bu qadimki portlash bir yadro bombasiniki 20% kuch ko'rsatdi deydi. Kuchligi shu darajaga beribdi. Bir yadro bombasiniki 5dan 1 qismida kuchli. Shunda portlab atrofdagi shaharlarni xuddi bir yatavergandek biroz osmonlar yurib degandek ashta bo'lib ketibdi. Hozir SpaceX'niki 10 mingdan ortiq sun'iy amirasi bor osmonda. Starlink degan yulduzlar to'ri degan bir to'ri bor. Aslında 10 mingdan ortiq nimasi bor? Sun'iy amirasi bor. SpaceX'niki, Elon Musk'niki. Amazon'niki hozir 300 dak sun'iy amirasi bor ekan. Ularmı endi ko'plagan sun'iy amiralarni chiqarib, o'sha internet to'ri qurmoqchi osmonga. Bu qatim bu voqea bo'ldi. Ishqilib Jeff Bezos bilan Elon Musk ikkisi raqobatlashyapti. Lekin SpaceX Blue Origin qilganda ko'p oldida hozir. U abatligimdek SpaceX'niki 10 mingdan jiq sun'iy amirasi bor. Amazon'niki 300 dak sun'iy amirasi bor ekan hozir. Bugungi so'zga mazmunlar shundoq, bek ko'p emas, nimishqa desanglar, yaqinki xabarlarni uncha jiq emas, bu Xitoy to'g'riliq, hech qanday Xitoylarniki tutilgan generallarni qamagan şeydi. Hozir yaqin yangidan general tutildi degan gaplarni chiqmadi. Vatan haqidagi narsalar qattiq kontrol qilinmayotdi. Yaqinda sal chiqqan yana bir narsa, masalan, shu ko'rsatib qo'yman deb Qarshidagi, Ko'rning Qarshidagi bir xonimniki Wills chiqqan. O benim Facebook'umda bor. Nəhayət güzel oydu ekan, qapoqlar bor, qapoqlardan chiroyli. Ular Facebook'da bor, men Facebook chiqarib qo'ydim. Xalsan kirib olsanglar bo'ladi. Shuna qilib bugungi video sal qisqaroq, ikkilar qatim video yo'q shikayatdan keyin. Xudoyim bilsa 4 haftadan keyin ko'rishaylik. Ko'rishcha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.